Assalomu alaykum barchaga. Bugun birinchi diagnostik testni tahlilini ko'rib o'tamiz. Birinchi savol: qaysi qatorda? Birinchi, ikkinchi savollar odatda imloga oid bo'ladi. Darslarimizni boshida imlo qoidalarini o'tganmiz. Mana shu qoidalarga amal qilib bajarsak bo'ladi. Birinchi savol: qaysi qatorda? Demak, so'zlar imloviy jihatdan to'g'ri yozilgan. Bizga to'g'ri yozilgan so'z kerak. Mana shu savolni shartini o'qishga e'tibor bering. Demak, A javobda bayonot, mardonavor, gumbaz so'zlari, har uchala so'z ham to'g'ri yozilgan. Demak, javobimiz A bo'ladi. B'da hayvonot emas, hayvonot bo'lish kerak. Shuning uchun B'dan chiqib ketamiz. S'da mazharaboz emas, Z'ni o'rnida S harfi bo'lish kerak edi. Shuning uchun S ham xato. Galaktikada bitta L harfi bo'lish kerak. Demak, D javobimiz ham xatoga chiqdi. Demak, javob A bo'ldi birga. 2. Qaysi qatorda atoqli otlar imlosiga oid xatolik kuzatilmagan deyapti. Mana xatolikni o'qib turib, xatolikni topib ketmang. Shartni oxirigacha o'qing. Kuzatilmagan deyapti. Demak, bu degani to'g'ri javobni toping, ya'ni atoqli otlar imlosiga oid to'g'ri berilgan javobni toping degani bu. Ko'ramiz. Ada Ko'kaldosh madrasasi, Oybek uy muzeyi. Oybek uy muzeyidagi mana bu qo'shtirnoq bo'lmasligi kerak. Ya'ni u haqiqiy o'sha Oybekning yashagan uyi, unga tegishli narsa uy muzeyga aylantirilgan. Shuning uchun qo'shtirnoq bo'lmaydi. Qo'shtirnoq qachon beriladi? Masalan, Oybek nomiga qanaqadir mahalla nomi qo'yilsa, ya'ni shartli nom sifatida qo'yilsa, qo'shtirnoqqa olinadi. Shuning uchun, demak, bundagi qo'shtirnoq xato. Favqulodda vaziyatlar vazirligi, vazirliklarning nomi tarkibidagi faqatgina birinchi so'z bosh harf bilan yozilishi kerak degan qoidamiz bor. Shunga muvofiq, demak, bu to'g'ri yozilgan. B'da Pahlavon Mahmud ko'chasi, demak, bu yerda qo'shtirnoq bo'lganligi uchun buni A javobni xatoga oldik. Pahlavon Mahmud ko'chasi mana shartli ravishda qo'yilganligi uchun, demak, bunda qo'shtirnoqqa olinyapti. Bibixonim masjidi, endi masjid Bibixonimga tegishli bo'lganligi uchun bu yerda qo'shtirnoq qo'yilmayapti. Mana bu Pahlavon Mahmud ko'chasi, ko'cha Pahlavon Mahmudga tegishli emas, shartli qo'yilgan. Shuning uchun qo'shtirnoqda. Bibixonim masjidi endi Bibixonimning o'ziga tegishli bo'lgan masjid bo'lganligi uchun demak, qo'shtirnoqqa qo'yilmaydi. Shanxay hamkorlik tashkiloti, agar tashkilotlar xalqaro bo'lsa, ular tarkibidagi har bir so'z bosh harf bilan yoziladi degan qoidamizga ko'ra, xalqaro tashkilot bo'lganligi uchun bu to'g'ri yozilgan. Shuning uchun hamma javoblar to'g'ri bo'lganligi uchun B javobni oldik. S'da Muqimiy nomli teatr. Bu yerda nomli so'zga e'tibor beramiz. Nomli so'zi bilan kelgan so'zlar qo'shtirnoqqa olinmaydi degan qoidamiz bor. Agar Muqimiy teatr bo'lsa, u qo'shtirnoqqa olinadi. Agar nomli teatr bo'ladigan bo'lsa, qo'shtirnoqsiz yoziladi. Nomli so'zi bilan, demak, qo'shtirnoq kelmaydi. Shuning uchun S'da xatoligi shu. Xo'p, endi Toshkent traktor zavodi to'g'ri yozilgan. Imom Buxoriy maqbarasi to'g'ri yozilgan. Dada Temuriylar tarixi davlat muzeyi to'g'ri yozilgan. Urush va tinchlik nomli roman, 5 yog'och, mana bu. Endi bu yerda asar nomlari qo'shtirnoqda olinadi, to'g'ri. 5 yog'och mahallasidagi 5 yog'och so'zi qo'shib yozilishi kerak imlo qoidalariga ko'ra. Shuning uchun D javobni xatoligi shu yerda. D javob ham ketdi. 2 ga to'g'ri javob B bo'ldi. 3-savol, demak, leksikologiyaga oid. Qaysi javobda so'zning leksik tahlili xato izohlangan? To'g'risi emas, bizga xato javob kerak. Bunda mana bu o'rtadagi so'zni ham antonimini, ham sinonimini ko'rib chiqishimiz kerak. Tez, demak, buni topishda ma'lum bitta so'z birikmasini hosil qilib olsak, demak, osonroq topamiz. Tez odam, sinonimi jizzaki odam, antonimi vazmin odam. Demak, bular ikkalasi ham mos tushdi. Tozada, demak, toza so'zi sifat bo'lib kelishi mumkin va ravish bo'lib kelishi mumkin. Toza, demak, suv yoki bo'lmasam toza idish bo'lsa, u sifat bo'ladi. Charchadik, toza charchadik, ya'ni fe'lga bog'lanib kelsa, u ravish ma'nosida, hol vazifasida keladi. Qarang, toza, mana charchadik. Xo'p, rosa charchadik, sinonimi. Antonimi hiyla.
Xiyla degani agar qattiq h bilan yoziladigan bo'lsa, oz degan ma'noni bildiradi. Ozgina shunday ma'nolarda keladi. Agar bu yumshoq h bilan, ya'ni bo'g'iz undosh bilan yoziladigan bo'lsa, u xiyla nayrang ma'nosida keladi. Xiyla nayrang bor-ku, nayrang qilma menga deydi-ku, o'sha nayrang ma'nosida keladi. Shuning uchun bu yerda hozir ravish ma'nosida, ya'ni oz ma'nosida kelyapti. Qattiq bo'lib, to rosa charchadik, ozroq, demak xiyla ozgina charchadik ma'nosida keladi. Demak, bu ham to'g'ri bo'ldi. Sada quyuq. Demak, quyuq nima bo'lishi mumkin? Tuman. Quyuq tuman, qalin tuman, antonimi siyrak tuman bo'lishi mumkin. Demak, ikkala javob ham mos tushdi. Bizga hatto javob kerak edi. To'la so'zi sinonim yumshoq bo'la olmaydi. Xo'p, antonimi tinch bo'la olmaydi. To'la qanaqasiga antonim tinch bo'lishi mumkin? Demak, to'g'ri javob bizga hatto javob kerak edi. D javob bo'ldi. 3-savol ham 4-chi savol ham ma'nodoshlik hosil qila oladigan, ya'ni leksikologiyaga oid savol bo'ladi. Hosil qila oladigani kerak. Ba'zan mana shu yer hosil qila olmaydi deb ma qo'shimchasini yozib qo'yadi. Shunda hushyorroq bo'lasiz. Xo'p, garov, kafil, kafolat so'zlari garchi bir-biriga o'xshash bo'lsa ham, lekin bular bir-biridan farq qiluvchi so'zlar. Garov bahs boylashadi, garov o'ynashadi. Kafil bu o'shanga ishonch bildiradigan inson, odam. Kafolat bu ishonch degan. Ishonch, kafolat bermoq, ishonch bermoq. Demak, uchalasi uch xil narsa ekanligini aytib o'tdim. Endi batafsil, mufassal so'zlar bir-biri bilan mos keladi. Mana bu mufassal ikkalasi, ya'ni ikkalasining ma'nosi to'liq degani. Endi muxtasar-chi, muxtasar degani qisqa degani. Demak, bularni aksi ekan. Demak, bu muxtasar tushmadi bularga. Endi sada muntazir, mushtoq, intoq. Muntazir bo'lib kutdim sizni. Mushtoq bo'lib, intiq bo'lib kutdim sizni. Demak, har uchalasi ham mos tushar ekan. Dada, ribo, riyo, makr. Makr bu xiyla. Xiyla nering hozir aytganim yumshoq x bilan yoziladigan xiyla. Riyo degani ikkiyuzlamachilik, ikkiyuzlamachi. Ribo degani sudxo'rlik. Sudxo'rlik deb bilasan, foiz qo'shib o'ziga foyda oladigan, juda ham katta gunoh ishlardan biri hisoblanadi bu. Demak, sudxo'rlik degan ma'noni bildiradi. Ko'rib turibsiz, ma'nosi 3 xil. Shuning uchun javob S bo'ldi. 5-savol, qaysi javobda ostiga chizilgan so'zning ma'nosi sinekdo'x hosulida ko'chgan? Shu paytgacha mana bunday ma'no ko'chishlari bo'yicha milliy sertifikatda savol tushmagan. Endi sinekdo'xa degani butunni qism bilan, qismni butun bilan ifodalash. Bizni orqamizdan qoladigan yolg'iz tuyog'imiz shu Otabek deganda ham demak butun boshli insonni bitta tuyoq so'zi bilan demak ifodalab kelyapti. Ya'ni butunni qism bilan ifodalash. Mana bu mana A javobimizda ham to'g'ri javob A bo'ladi. Bashirjon yoniga ag'darildi. Rahmatli chol to'g'ri aytar ekan. Undan-ku bir tirnoq men qoldim. Bir tirnoq, ya'ni men qoldim. Mana butun boshi bitta insonni, ya'ni tirnoq deb atayapti. Demak, butun orqali qismni ifodalayapti. Bada uchar qushday yosh yigitlar qayerda, tog' egasi sor burgutlar qayerda? Sor burgut o'xshatish ma'nosida keladigan, ya'ni o'sha yigitlarni sor burgutlarga o'xshatganligi uchun bu metafora bo'ladi. Ahmadul Muhammad yonimga keling, Farg'ona, Xorazm sorlochillar. Sorlochillar yana o'xshatilganligi uchun demak bu ham metafora bo'ladi. Dada, balki tush ko'rganday qolursiz hayron, eshitib Toshkentning sabr toqatin. Toshkentning aholisini bu yerda agar o'sha birliklar orasida so'z tushib qolgan bo'lsa, u metonimiya hodisasi bo'ladi. Metonimiya hodisasi bo'ladi. Toshkentning aholisini sabr toqatini ko'ring demoqchi. Shuning uchun to'g'ri javob A bo'ldi. 6-savol, quyidagi gapda uslubiy jihatda xato qo'llangan qo'shimchani tuzatishga xizmat qiladigan to'g'ri hukmdan qo'ying. Oldin xato qo'llangan qo'shimchani qo'yib ko'ramiz. Topamiz. Matnda qahramon boshdan kechirgan voqealar tashqi tomonda oddiy ko'rinsa, tashqi tomonda emas, tashqi tomondan bo'lish kerak, to'g'rimi? Ana shunda ma'no, mazmuni chiqadi gapni. Demak, bu yerda chiqish kelishigini o'rnida o'rinpayt kelishga qo'llangan ekan. Endi javobdan shularni ko'ramiz. Gapdagi o'rinpayt kelishiga o'rnida, mana o'rinpayt kelishiga kelishiga o'rnida chiqish kelishiga qo'llanilishi lozim. Ya'ni dan qo'llanilishi lozim degan javobni bizga beryapti A javobda. Demak, 6ga javob A bo'ldi. Boshlaymiz. Morfem tarkibi haqidagi savol keladi 7-savolda, ya'ni so'zning asos va qo'shimchalar, asosan qo'shimchalardan savol keladi. Ya'ni morfemika bo'limidan. Xo'p, endi dastlab buni ishlashda mana bu savollardan boshlab
gapni tahlil qilib ketamiz vaqtdan yutish maqsadida. Birinchisi, fe'l asosiga, demak fe'lga e'tibor berishimiz kerak. Asosiga qo'shilib o'rin ma'nosi. Bizga dastlab e'tibor bermayapmiz, to'g'ri ma'lumot kerak. Fe'l asosiga qo'shilib o'rin maqsad ma'nosini bildiruvchi qo'shimcha qo'llangan bo'lishi kerak. Maqsad ma'nosini, o'rin ma'nosini bildirsin. Asta-sekin qorong'ulik bosib borardi fe'l, daraxtlar shitirlab fe'l, yaproqlar mayin tebranardi fe'l, go'yo tabiat ham nafasini ichiga yutgandek fe'l, hamma narsa bir lahza sokin tortdi fe'l. Demak, hech qaysi birida o'rin maqsad ma'nosini bildiruvchi qo'shimcha yo'q, ya'ni maqsadni bildiruvchi qo'shimcha yo'q. 2. Asosdan anglashilgan belgi holatining davomiyligini bildiruvchi ravish ishtirok etgan. Ravishimiz bu yerda mana asta-sekin so'zi ravish hisoblanadi. Ya'ni qorong'ulik yorug' turgan holatdan qorong'ulik birdaniga tushmaydi, asta-sekinlik bilan davomiy bo'lib amalga oshadi. Mana shu davomiylikni bildiruvchi ravish ishtirok etgan degani mana shu asta-sekin so'zi bo'ladi. Demak, 2 to'g'ri. 3. Predmetdan anglashilgan belgi bilan yuzaga kelgan sifat yasovchi affiks qatnashgan. Demak, sifat yasovchi qo'shimchani qidirishimiz kerak. Bu gapimizda sifat yasovchi qo'shimcha mavjud emas. Shuning uchun 3 ham xato. Harakatning amalga oshish tarzini bildiruvchi qo'shimchali so'z ishtirok etgan. Demak, mana bu shitirlab so'zida. Shitirlab so'zi harakatning tarzini ifodalab kelyapti. Shitirlab tebranardi. Qanday holatda tebranadi? Shitirlab, demak, tarzini ifodalaganligi uchun 4 to'g'ri javobga oldik. 5. Fonetik assimilyatsiya ta'sirida talaffuzi o'zgargan so'z qatnashgan. Bizdan yozuvda demayapti, talaffuzda. Assimilyatsiya oldingi harf keyingi harfni o'ziga o'xshatib oladi yoki bo'lmasam keyingi harf oldingi harfni o'ziga o'xshatib oladi. Mana bu tortdi so'zida tortdi deb yozsak ham, lekin talaffuzimizda mana bu d harfini biz t deb talaffuz qilamiz. Mana shu assimilyatsiya hisoblanadi. Ya'ni tortdi deymiz. Oldingi mana bu t harfi keyingi d harfini o'ziga moslashtirib oladi. Talaffuzda bu, lekin yozuvda biz d deb ifodalaymiz. Demak, bu ham bor ekan. 6. Qo'shimchalarning odatiy joylashuvi me'yoriga zid kelgan holat kuzatilgan. Qo'shimchalarning odatiy joylashuv me'yori bu birinchi, demak, so'z yasovchi qo'shimcha. Undan keyin lug'aviy shakl yasovchi qo'shimcha va sintaktik shakl yasovchi kelar edi. Demak, bu yerda mana qarasak, barchasi o'zini o'rnida kelgan, ya'ni me'yorga zid kelgan holat kuzatilmagan. Shuning uchun 6 ni xatoga oldik. To'g'ri javob 2, 4, 6 javoblari, ya'ni 3 ta degan javobni qabul qildik. B javob bo'ldi. 8-savol. Quyidagi gapda qatnashgan fe'llar haqida to'g'ri ma'lumot berilgan javobni aniqlang. Fe'llarni dastlab hukmlarga o'tmasdan turib ajratib olamiz. Barg ostidan muloyim boqqan, iboli g'uncha ne sirni saqlagaysan, bag'ring nechun tuguncha, pinhon siring bayon et, ko'ksingni qilma ko'p qon, ko'ksingni ko'p qon qilma bo'ladi. Bu aytgan mana she'riy matnlarni inversiya bo'ladi matnlarda va buni biz asl holatiga qaytarib olishimiz kerak. Ko'ksingni ko'p qon qilma bo'ladi, ya'ni qon qilmoq qo'shma fe'li hosil bo'ladi shunda. Bu yoki ishq atalgan bizga ayon tushuncha. Atalgan bu yerda ham fe'l. Endi variantlarga o'tamiz. Yasama fe'l bo'lsin, ifodalangan sof fe'llar turli mayl ma'nolarni ifodalagan bo'lsin. Yasama fe'llarni ajratamiz. Xo'p. Boqqan, saylagansan yasama emas, bayon et yasama. Nima uchun yasama? Qo'shma fe'llarimiz va qo'shimcha yordamida yasalgan fe'llarimiz yasama fe'l bo'ladi. Ya'ni bu qo'shma fe'l bo'lganligi uchun yasama. Va mana bu yerda qon qilma qo'shma fe'l bo'lganligi uchun mana so'zlarga qil, et, bo'l so'zlari qo'shilar edi. Ya'ni fe'l bo'lmagan so'zlarga javob bermoq, javob olmoq. Mana shu. Endi qarang. Sotib olmoq kabi. Bayon et qo'shma fe'l yasama, qon qilmoq qo'shma fe'l yasama va mana bu yerda ot, ata, atalgandan yasalgan
demak so'z bor, bu ham yasama fe'l hisoblanadi. Xo'p, yasama fe'lni topdik. Endi ularda sof fe'l bo'lishi kerak. Sof fe'l, atalgan sof fe'l emas, sifatdosh, bayon et, qon qilmoq haqiqatan ham sof fe'l. Xo'p, turli mayl ma'nolarni ifodalagan. Bayon et, qon qilmoq, demak bular buyruq mayli, lekin mana bu atalgan, bu yerda sof fe'l emas, sifatdosh bo'lganligi uchun demak a javobni xato deb oldik. Chunki yasama fe'l bilan ifodalangan sof fe'llar deyilganda, ikkitasi sof fe'l, bittasi sifatdosh bo'lib qolganligi uchun ani xato olyapmiz. B javobda xabar maylidagi o'timli fe'l aniq nisbatda qo'llangan. Xabar maylidagi o'timli fe'l mana bu saqlagaysan fe'li, ya'ni shaxson, zamon, mayl bilan, shaxson bilan kelgan so'zlar xabar maylidagi fe'l bo'ladi va o'timli fe'llar ni shakli bilan kelgan fe'llar, ya'ni tushum kelishligi bilan bog'langan fe'llar o'timli fe'l hisoblanadi va nisbat, hech qanday nisbat qo'shimchasi yo'qligi uchun buni aniq nisbat deb olamiz. Demak, barcha hukmlarga mos tushganligi uchun B javobni to'g'ri dedik. Sda fe'lning vazifa shakliga ko'ra 3 tur ishtirok etgan. Demak, boqqan sifatdosh, saqlagaysan, bayon et, qon qilmoq sof fe'l, atalgan sifatdosh. 3 ta emas, 2 ta tur ishtirok etgan. Shuning uchun S xato. D yasama fe'llar tuzilishiga ko'ra bir xil turga oid sanaladi. Bayon et, qon qilmoq qo'shma bo'ladi. Mana bu ot atalgandan tuzilgani sodda bo'ladi. Demak, tuzilishiga ko'ra qo'shma va sodda, ya'ni bir xil emas, 2 xil javob chiqqanligi uchun demak D ni ham xato deb olsak bo'ladi. To'g'ri javob B bo'ldi. 9-savol, quyida berilgan gapdagi mana bu belgisini o'rniga qaysi yordamchi so'zni qo'yish mazmunan to'g'ri hisoblanadi? Bu yerda pasport yoki ID karta deyishimiz ma'qul bo'ladi. Hamda so'zni qo'yib bo'lmaydi. Pasport hamda ID yoki pasport va ID desak, ham pasportni olib kelish kerak, ham ID ni olib kelish kerak. Unday holat bo'lmaydi. Pasporti borlarda ID yo'q, IDsi borlarda pasport yo'q, to'g'rimi? Demak, hamda so'zi o'zi tushmaydi, balki so'zi ham tushmaydi, ya'ni so'zni ham qo'yib bo'lmaydi. Yoki so'zi mutlaq tushadigan so'z hisoblanadi. 10-savol, quyida berilgan gap haqida xato hukmni aniqlang. Xo'p, endi mana ABCdan chiqamiz tepaga. Ada matnda sintaktik usulda hosil qilingan ko'plik shakli kuzatilmagan deyapti. Kuzatilmagan, e'tibor bering, ma'ni qo'shib qo'ygan. Sintaktik usulda hosil qilingan ko'pliklar, demak sintaktik usulda va morfologik usulda hosil qilinadi. Sintaktik usuldagisi so'zlarni oldidan ko'p yoki 100 ta sonlarni va so'zlarni qo'shish orqali hosil bo'ladi. Bu sintaktik usul hisoblanadi. Masalan, ko'p bolalar desak, u sintaktik usul bo'ladi. 10 ta bolalar desak, u sintaktik usul bo'ladi. Endi morfologik usulimiz bor. Morfologik usul mana bu lar qo'shimchasini, so'zlarga lar qo'shimchasini qo'shish orqali hosil bo'ladi. Mana qizlar, bolalar, dalalardagi lar morfologik usulda yasalgan ko'plik hisoblanadi. Bu yerda ko'plik shakli kuzatilmagan deyapti. Haqiqatan ham so'zlarni qo'yib, ulardan ko'plik hosil qilinmagan. Demak, bu javob to'g'ri. Bizga xato hukm kerak edi. Shuning uchun A javobni olmaymiz. Shaxsga ishora qilgan kishilik olmoshining ma'nosi aniq hisoblanadi. Shaxsga ishora qilish kerak kishilik olmoshi. Xo'p, mana bu yerda olmosh bor. Ular olmoshi va ular so'zi qizlar bilan bolalarga ishora qilyapti. Haqiqatan ham bu to'g'ri. Sada moslashuvli tobiy bog'lanishlarda hokim qismlar bir xil sintaktik vazifada qo'llangan. Moslashuvli so'z birikmasi desa, qaratqich kelishigi bilan kelgan so'z birikmasini olasiz. Moslashuvli tobiy bog'lanishlar deganda ham qaratqichli bog'lanishlarni, ham ega va kesim munosabatini olasiz. Moslashuvli tobiy bog'lanishlarda hokim qismda, ega va kesimda o'zi kesim bo'ladi. Endi mana bu yerda dalalarning bag'rida, mana bu yerda ning belgisiz qo'llangan, dalalarning bag'rida, bu bag'rida so'zi kesim bo'lmayapti. Demak, boshqa so'z turkumi, ya'ni bir xil so'z turkumi bo'lmaganligi uchun bu javob xato bo'ldi. Bizga xato hukm kerak edi, demak javob S bo'ldi o'nga. Endi D to'siqsizlik ma'nosini ifodalayotgan fe'l sof fe'l bilan ifodalangan deyapti. To'siqsizlik sa ham bilan ifodalanadi. Demak, havo bulut bo'lsa ham yomg'ir yog'madi.
desa, demak saham, to'siqsizlik. Mana bu yerda mana qizig'i shundaki, yomg'ir yog'ayotgan bo'lsa ham ular sayrni to'xtatishni xohlashmadi. Bu to'siqsizlik hisoblanadi. Bo'lsa ham, yog'ayotgan bo'lsa ham, demak sof fe'l bilan ifodalanganligini ko'rishimiz mumkin. D-ni ham olmadik shuning uchun. 11-savol, gapdagi so'zlarning mazmuni grammatik jihatdan bog'lanishi to'g'ri ko'rsatilgan javobni aniqlang. Qarang, bu savolni yechishda mana bunday usuldan foydalanasiz. ABCD variantini ko'rasiz va agar ikkita mustaqil qismdan tashkil topmagan bo'lsa, o'sha savoldan voz kechasiz. Biz hali matnni o'qiganimiz yo'q. Qarang, B javobda shaxs sifatida bu birinchisi demak mustaqil so'z, ikkinchisi mustaqil so'z emas. Shuning uchun B javob o'zi chiqib ketdi. Endi sani ko'ramiz. Ma'naviyatli odobli bo'lishi mumkin. Nafaqat bilim olishda bilim olish mustaqil, lekin nafaqat so'zi yuklama hisoblanadi. Ya'ni ikkala so'z mustaqil emas. Shuning uchun siz chiqib ketdi. Bizda A bilan D javob qoldi. Ani ko'ramiz. Xo'p, endi bilim olish balki ma'naviyatli bo'lish. Bular demak uyushib kelyapti, deyapti. Xo'p, bilim olish. Mana bilim olishga, balki ma'naviyatli, odobli bo'lishga, odobli bo'lishga uyushib kelyapti. Demak, birinchi qism to'g'ri. Tadbirlar ahamiyatga ega. Tadbirlar so'zini topamiz. Tadbirlar bilim olish va ularni odobli bo'lishga yo'naltirilgan sifatida katta ahamiyatga ega. Demak, ahamiyatga ega kesimga bog'lanib keladi. Tadbirlar ega bo'lyapti-da, kesimga bog'lanib keladi. Ega va kesim munosabatini olyapti. Demak, A javob to'g'ri deb olsak bo'ladi. D javobni xatoligini ko'rib qo'yamiz. D javobda ularning shakllanishida. Xo'p, ularning so'zini topamiz. Ularning shaxs sifatida shakllanishda to'g'ri mos tushar ekan. Demak, birinchi qismi mos tushdi. O'quvchilarni bilim olishga, o'quvchilarni bilim olishga, balki ma'naviyatli odobli bo'lishga yo'naltirib, o'quvchilarni so'zi yo'naltirib so'ziga bog'lanyapti. Shuning uchun D javobni xato deb oldik. To'g'ri javob A bo'ldi. Quyidagi she'riy parchada xato qo'llangan tanish belgisi tuzatilganda quyidagi qaysi hukm asos bo'la oladi? Dunyoning tilagi, samara ham biz. Demak, bu yerda so'zlar uyushib kelganligi uchun ulardan teri emas, demak virgul qo'yilishi kerak edi. Endi ko'ramiz, bu yerda uyushib bo'lak kelyapti. Gaplarda ishtirok etgan kirish so'z yo'q, kirish so'z haqida emas. Kesim ot olmosh sog' bilan ifodalanadi, yo'q, bu ham emas. Sada mana uyushib bo'laklar ohang yordamida bog'langanda ular bir-biridan virgul bilan ajratiladi. Agar va teng bog'lovchilar yordamida bog'lansa, ularda demak tanish belgi ishlatilmaydi, lekin ular ohang yordamida sanash ohangida aytilsa, o'rtasiga virgul qo'yilishi kerak degan qoida mavjud. Shuning uchun javob C bo'ldi. Xo'p, endi badiiy matnga o'tdik. Nazariy Shonqulning maymun yetaklagan odam hikoyasidan olingan ushbu parchada adib qanday falsafiy muammoni ilgari surgan. Bunday demak javoblarni o'qiganda asarni ko'zingizni oldiga keltirishingiz kerak. To'g'ri javob bunda insoniy axloq va rasmiy qonun qoidalar o'rtasidagi fojiaviy ziddiyat hamda nisbiylik aks etgan. Axloq, rasmiy qonun qoidalar. Hop, A javobni oldik. B javobda qonun ustuvorligini ta'minlash yo'lida inson manfaatlarining qurbon qilinishi zarurligida. Demak, mana shu qurbon qilinishi oxiri nimaga aylandi? Fojiaga aylandi. Mana shuni ko'rsatib beryapti. Demak, bu mutlaqo xato javob hisoblanadi. C javobda jamiyatdagi adolatsizlik va mansabdor shaxslarning o'z vazifasiga mas'uliyatsizligi ifodalanadi. U kishi mas'uliyatsizlik qilmadi. O'sha nima desa, o'shani qildi, bajardi. Yaxshilik va yomonlik o'rtasidagi kurashda har doim qonun g'alaba qozonishi, qonunning g'alaba qozonishi oqibatida nimalarga duchor bo'lishini ko'rsatib berdi. 14-savolda Cho'lpon kechara kunduz romandan olingan quyidagi parchada qaysi tarixiy voqea haqida so'z borgan? Demak, kecha va kunduzda asosan mardikorlikka safar qilish siyosati olib borilgan. 15-savol Asror bobo hikoyasida Asror boboning nutqidan olingan. Demak, zambaraklar mana shu ketgan sanoqlarni aytyapti. Tushundingmi deyapti. Boshqasini qo'y, nobud bo'lgan zambarak shuncha bo'lsa, mana zambarak shuncha bo'lsa, hammasi qancha ekan, hammasi deb nimani nazarda tutyapti Asror bobo? Demak, javob D bo'ladi. Urushda ne yigitlarning umri xazon bo'layotganligiga, ya'ni halok bo'layotganligiga, ana shu hammasi deb yigitlarni temir tersak o'shancha demak ketayotgan bo'lsa, undagi odamlar qancha ekan yigitlarni nazarda tutyapti. Bu javobda. Hop, 16 demak yangilangan badiiy adabiyotlar qismida she'rlardan ham berilyapti. Hushyorroq bo'lasiz. O'tmish mening bolalik do'stim Erkin Vohidov ijodidan zamon shukri ham jon o'tanda boshqa yurtda tug'ilib o'sdim,
umrim kechar boshqa vatanda. Boshqa yurtda tug'ilib o'sdim degani o'zini yurti, lekin u nima deydi, mustamlakachilik davrida yashaganliklarini nazarda tutyapti. Mana mustamlakaga aylantirilgan mamlakatning istiqlol nashidasini tuyganligi aks etgan. Demak, D javobini oldik. 17da Nazar Yaxshiboyevga Xotam Sho'roga oshnoga berilgan ta'riflar to'g'ri edi. D javobni qabul qildik va endi ilmiy matnga yetib keldik.